Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Erkin Tunigafon kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Hozir biz Baliqchi Chinobod obyektimizga bestik darmonlarimizni chiqargani yetib keldik. Biz bu xonadonimizni shapka qismlarini, robotxonasini, ichkari shapka qismlarini Tunigafonlar qilib beramiz. Keyingi video roliklarimizda necha kvadrat Tunigafon ishlatdik, necha pul ketdi, shu haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bugungi video roligimizda esa bestik darmonni chiqarish jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Shuning uchun ham Erkin Tunigafon kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Kun mobaynida shunday foydali bo'lgan video roliklarni Erkin Tunigafon kanaliga joylab boramiz. Bestik darmonlarimizni chiqarish uchun bizga 200 volt kerak bo'ladi do'stlar. Bu ustanovimiz 4 ishlaydi do'stlar. Bu tomondan listimizga kirgizilgan holda narigi tomondan tayyor darmon bo'lib chiqaveradi aziz do'stlar. Listimizning qalinligi 0,4 mokriy matoviy settegisdan chiqarib bermoqdamiz. Bular uchun отдельный mana bunday kranshtaynlar olib yuramiz. Kranshtayn ichki tomondan o'rnatiladi aziz do'stlar. Mana shunday uzunligi даже 50 metr, 100 metr bo'lsa ham bestik tarzda chiqarib berilaveradi aziz do'stlar. Mana do'stlar, bestik tarnovlarimiz chiqarilib bo'ldi. Shapkamizning uzunligi 25 metr ekan. 25 metrga mana bestik tarnovlarimizdan chiqarib bo'lindi. Endi buni mana bunday kranshtaynlari bo'ladi. Kranshtaynlarini old tomonga iladigan joy bo'ladi. Orqasiga qatiri, buni tom tepasidan qatiri, bu orqadagi tilini esa shilibga urib qo'ysa bo'laveradi. Bu esa yonbosh to'sqichi bo'ladi. Juda ham chiroyli, sifatli qilib tayyorlangan do'stlar. Sizlarga ham shunday bestik darmon xizmatlari hamda Tunigafon xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tilgan nomerlarimizga aloqaga chiqib buyurtma qilsanglar ham bo'ladi. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarga ham bo'lishi mumkin.